Xalq deputatlari Xonqa tuman kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Sessiya ishida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi vakillari, xalq deputatlari, viloyat va tuman kengashlari deputatlari, nodavlat notijorat tashkilotlar rahbarlari, mahalla beshligi a'zolari ishtirok etdi. Unda hudud uchun umumiy bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish vazifalarining amalga oshirilishi, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, Prezidentning farmon va qarorlar ijrosi, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari bilan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari o'rtasidagi aloqani mustahkamlash, aholini jamoat va davlat ishlarini boshqarishga faol jalb etishga doir masalalar muhokama etildi. Dastlab kun tartibiga kiritilgan masalalar yuzasidan mas'ullarning hisoboti tinglandi. Xalqimizni berayotgan taklif, fikrlari muammolardan kelib chiqqan holda qaysidir ma'noda muammolarimizni bartaraf qilish uchun biz yana qonunlarimizni takomillashtirish uchun biz o'zimizga kerakli bo'lgan tavsiyalarni oldik. Sessiya ishtirokchilari kun tartibiga qo'yilgan masalalar yuzasidan atroflicha fikr-mulohazalar yuritdilar. Tegishli yo'nalishlarda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar o'rtaga tashlandi. Ayniqsa, aholini davlat va jamoat ishlarini boshqarishda ishtirokini ta'minlashga doir masala chuqur muhokama etildi. Qayd etilgandek, xalqning davlat boshqaruvida samarali ishtirok etishi uchun birinchi navbatda aholining huquqiy bilim darajasi mustahkamligi, har bir shaxsning yurt taqdiriga daxldorlik hissi, faol fuqarolik pozitsiyasi, shuningdek, jamoat tashkilotlarining tashabbuskorligi talab etiladi. Bu yuzasidan tegishli tavsiya va takliflar ishlab chiqildi va o'z navbatida saylovchilarning tuman ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid masalalarni kuzatib borish, faoliyat ochiqligi hamda shaffofligini ta'minlash, shu orqali jamoatchilik nazoratini takomillashtirish imkonini beradi. Yakunda xalq deputatlari tuman kengash sessiyasida ko'rilgan masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi.